2, 1. Tanishing, bu Joan McDonald. U 70 yoshida o'zini qizidan shu gaplarni eshitadi. Agar sog'lig'ing yaxshilanmasa, seni qariyali uyiga berishga majbur bo'laman. Bu gap uni hayotini butunlay o'zgartirib yuboradi. O'sha vaqtda Joan 160 sm bo'yga va qariyb 90 kg vaznga ega edi. U yuqori arterial bosim, xolesterin muammosi, refluks, oyoqlarida shishish va tizza protezi bilan yashardi. 70 yoshida u ilk bor kuch mashqlari bilan shug'ullanishga qaror qiladi. Dastlab u hattoki sport zaliga ham bormagan. Mashqlarni YouTube videolari orqali o'rganib, uyda boshlagan. 2018-yilda, ya'ni muntazam kuch mashqlarini boshlagandan atigi 1 yil vaqt o'tib, shifokor nazorati ostida refluksga qarshi, arterial qon bosimiga qarshi dorilarni ichishni mutlaqo to'xtatadi. Ko'p o'tmay Joanni 91 kilogramlik tosh bilan yigadichli most qilayotgan videosi internetda tarqaladi. 70 yoshli ayolni shunaqangi og'ir yuk ko'tarayotganini ko'rgan odamlar bunga ishonishmaydi. Bugun esa Joan McDonald oddiy pensioner ayol emas. U millionlab odamlarni ilhomlantirayotgan fitness timsoliga aylanib ulgurgan. U millionlab kuzatuvchilarga ega, kuch mashqlari bo'yicha o'zini dasturini yaratgan, kitob yozgan, minglab yosh katta ayollarga zalga chiqishdan qo'rqmaslikni o'rgatgan. Uni dunyoga eng mashhur qilgan nutqi esa quyidagicha. Odamlar bilish kerak. 50, 60, 70 yoshda ham hayotda gap qolmaydi. Go.